Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Kenzo va bugungi videomizda biza ko'rib turganlaringizdek bitta blok testda o'tiribman. Bilganlaringizdek video nomidan ham Короче, bugun biza Minecraft umuman o'tib bo'lmaydigan top 3 ta seedni ko'rib chiqamiz. Bu seedni men o'sha ChatGPTdan so'raganman, sizlar ham so'rab bemalol o'rganishlaringiz mumkin. Короче, bolalar kanalga obuna bo'lib videoga like bosishni unutmanglar. O'sha seed ekranlaringizga chiqarib qo'yaman. Qani bo'lmasam biz boshladik. Mana shu yerdan boshlaymiz. Вообще nima edi? Bu yoqqa hozir biz вообще bitta blok testda spam bo'lganmiz. Endi pastga tushsa o'lishi aniq. Bizani loq deb o'ylaydi, lekin men aniq ko'k narsa demay, u suv hozir bittada o'taman, problema emas. Bir blok qoldi. Nima bo'ldi hozir? Bir marta spam bo'lagan. Короче, bolalar o'tib qo'ydim men bundan. Men karalamada shu bir marta o'tib qo'ydim o'zi. Bu bitta tepadagi blokcha o'zi sindirman, pastga tushsam bo'laychiydi, mayli. Короче, bolalar ikkinchi setga o'tamiz. Bu вообще прикольный ekan. Давай. Xo'sh bolalar, biz keyingi merga ham kirib oldik. Nima bu? Oddiy o'rmon. Bemalol yashab ketasiz, mana daraxt chopib, nima qiyin narsa, bitta blok ustida spam qilib, pastga tushib o'lib ketadigan narsa emas ekan. ChatGPT bizni aldagan ekan bolalar. Boyagiga o'zi bir martagina anav qildik, o'lib qoldik. Suv bor. Xo'sh. Suv bo'lgani ham bir tomondan yaxshi-da, to'g'rimi? Xo'sh. Bolalar bu orolni picha aylanib chiqishimiz ham kerak. Balkim qiyinroq joyi bordir, balkim qanaqadir tuzoq bordir. Qor deganda qorcha qolib ketib, shunaqa narsalar bordir balki. Bir ko'rib chiqishimiz kerak, xo'sh. Yo, o'rmon bu вообще. To'xtaylar bolalar, men kreativga o'tib ko'ray, balkim nima edi? Narsa, balki qanaqadir joylar bordir. Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo, bu katta joyga o'xshayapti-da. Bizlar otsaraman aytdim. Ya, oddiy o'rmon bu. Просто oddiy o'rmon. Bizani aldashibdi, lava bor ekan mana yoqqa. Xo'sh. Okey, yana picha aylanib ko'rishimiz kerak, balkim nimadir bordir. Xo'sh. Yo'qmi deyman-a? Ya, oddiy yashab ketish mumkin deb turgan paytim bu yerda hozir bolalar bizda suv chiqyapti. Suvda oddiy suv, bu yerda hozir yer bor ekan. Bu oddiygina suv deb turgan paytim bu kichkinagina orolcha. Xo'sh, demak, hozir bu yoqqa ikkita daraxt va bu yoq yana katta orol bo'lib boshlanib ketgan. Xo'sh. Bolalar bu noto'g'ri вообще, agar mana uni ham agar chegarasi bo'lsa, bu вообще orolga ikkita orol, katta orollar ikkita bo'ladi. Bu yoqqa okean menimcha suv bilan qoplangan. Suv tugamaydigan orol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bolalar bu uncha yoqmadi menga. O'shaning uchun o'zlaringiz bir sinab, oqtarib ko'rasizlar. Nima bo'lishi va biz video cho'zmasdan keyingisiga o'tamiz, davay. Xo'sh bolalar, o'zi biz 3-siga kirdik. Nima meni suv ichida spam qiladi bu? Shunchaki suv ichida spam qildi. Problema nima qilishdi? Xo'sh. Bu qiyinroq narsasi ham yo'q ekan. Bu menga bu seedga aytuvdi ChatGPT. Nima edi? Ana lavani ichidan spam bo'lasan va bir marta o'lasan lavadan keyin nimada bu uzun cho'q. Xo'sh. Bu o'tda. Xo'sh. Lavaga spam bo'lasan, undan keyin o'lganingdan keyin o'sha shaxtani ichida o'zing ketgan bloklar ustida spam bo'lasan degandi. Keyin pastga sakrasang o'lasan, hech qanaqa suv yo'q, faqat tosh bilan o'ralgan. U bloklarni sindirsang ham baribir nima edi, yerga tushmaysan degandi.
Lekin meni hozir lavani ichidan emas, nabarat suv ichidan som qildi. Xo'sh. Lekin bola bu yerga bittayam daraxt yo'q, afsus. Ya bu orol bola вообще. Da orol. Kutganimda orol, kutmaganimda deganim. Chindan ham orolmi deyman bu. Bu yerga yashab bo'lmaydi. Yo'pani. Shunchaki kichkinagina orolcha. Qolgan joyda nimadirlar yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Mana nima qilib? To'rttagina bo'lakcha qumnicha yuribdi. Yo'q, bola buni ko'rdinglar, bu menimcha вообще yashab bo'lmaydi. Bu yerda bitta ham daraxt yo'q. Bu orol ekan, bunaqa lava tushib ketdi, shunaqa narsalar yo'q. Sizlar bilan xayrlashamiz. To'g'risi menga seedlar mana shu bilan birinchisi yoqdi, unisi bo'lsa ham, ikkinchisi bo'lsa ham uncha yoqmadi, chunki orol u ham lekin davom etsa kerak deb o'ylayman. Yana sizlar ham kirib tekshirib ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Balkim nima edi, noto'g'ri tergandirman. Men buni videodan keyin tekshirib xabar beraman bemalol Telegram kanaliga. Albatta Telegram kanalim ham bor, reklamamasizlar uchun. Kirib ko'ringlar. Nima edi? Telegram kanal описаниеda, kanal описаниесiga ham bo'ladi. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan keyin bo'linglar.